Alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga asfalt kesadigan apparatimizdan mavjud. Hozir bu apparatimizni ro'yxatdan obzorini qilib sizlarga tanishtirib o'taman akalar. Bu apparatimiz asfaltlarimizni suvda kesadigan bo'ladi. Suv yordamida kesadi akalar. Suv bachoylari 25-30 litrga mo'ljallangan bo'ladi akalar. Benzinga yuradigan asfalt kesadigan apparatimiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Benzin bachoylari ham ancha katta, 5 litrgacha bo'lgan benzinni bemalol bachoyga sig'dirish xususiyatiga ega bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu o'chirib yoqadigan knopkalari, qo'lga zavat bo'ladigan beton kesadigan apparatimiz bo'ladi akalar. Beton, asfalt shunga o'xshagan yerdagi turli xil narsalarni kesib ketaveradi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda datchiklari bor. O'zi datchiklarni ko'rsatib turish xususiyatiga ega bo'ladi akalar. Bunga qo'shib beriladigan narsalarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu kulchlarimiz, bag'dagi xomut, uncha shlanka, uncha kulchlarni ham qo'shib beramiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma berishlaringiz mumkin yoki Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga kelib xarid qilsalaring bo'ladi akalar. Vozdixlari ham akalar ancha katta bo'ladi, ovozi past bo'ladi akalar. Mana bu dastak yordamida oldini ko'tarib tushirish xususiyatiga ega bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol ishlatib kesalaring tekshirib beramiz akalar. Dastavka xizmatlari ham bor. 12 ta viloyat bo'ylab. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yishni unutmang.